Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konida kelar Kentavr drabilkalarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, o'zimiz seximiz, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Pichoqlari, motorlari Xitoydan keladi. Kuzov qismi o'zimizda teriladi. Universal drabilka, o't don mahsulotlarini maydalash uchun mo'ljallangan drabilkamiz kelgan. Hozirlarga to'liq ma'lumotini berib o'taman. Xo'p, drabilkamiz ko'rishlaringiz mumkin. 3 ta oyoqligi bor, xohlaganlarga buni 4 burchak varianti ham bor. 4 ta oyoqliklari bor. Komplektida 4 xil setkasi bo'ladi. Makka jo'xori, o'sha donga 2 xil, o'tga 2 xil variantdagi setkalari qo'yiladi. Setkalari yonidan tiqiladi hammasiniki. Ko'rishlaringiz mumkin, bu tomondan tiqiladi. Yangi holatda har xil rangidan bor xohlaganlarga. Xo'p, pichoqni ko'rsatamiz, motorlarigacha to'liq sizlarga ma'lumot beramiz. Pichoqlarni ko'rib turibsizlar. Malatkao'y pichog'i 4 tadan 8 qator mana bu. Mana bu malatkao'y pichog'i, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ham qalin listdan qilingan, ko'rishlaringiz mumkin sifatlari. Opshi shunda 6 ga 6, 12 ta 20 ta pichoq bilan jihozlangan. 220 tokda ishlaydi. 4 xil setkasi bor. Xo'p, 2 xil motorligi bor. Xohlaganlarga mis admotkaligi bor, xohlaganlarga alyumin admotkaligi bor. Motorlarni hozir ko'rsataman. Agarda toki zo'r bo'ladigan bo'lsa, mis motorni tavsiya qilamiz. Mis bilasizlar, past tokda ishlamaydi. Agar tokim pastroq, напряжение o'ynab turadisalar, alyumin motor olganlaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkovini ham ishlash prinsipi bir xil. Faqat siz tokizga qarab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz alyuminligi bor, xohlasangiz mis admotkali varianti bor. Hozir motorlarni ko'rsataman bu tomonda. Xo'p. Rangi aytib o'tganimda har xil, tillarang, ko'k, qizil, kulrang har xil rangidan bor. Xo'p, motorlariga keladigan bo'lsak, o'zini avtomatlari bor. Motor kilovati 6 yozilgan. Lekin 6 kilovat bo'lmaydi, bilasizlar. 4 kilovatli toza motor. Xo'p. Avtomatlari bor. O'zida bezopasniligi ham bor. Mana tok o'ynaganda o'chib qoladigan knopkalari ham bo'ladi. Tokni, xo'p, datchigini ham ko'rsatib turadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Tokiz netchiligini ham ko'rsatib turadi. Bu misli admotka ekan, mana. 100% medni. Endi alyuminligini ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu alyuminligi. Xo'p, alyuminligi. Tepasida o'sha datchigi ham bor. Tok o'ynaganda mana bu yerda mana o'zini knopkasi bor. Ko'rinyaptimi yo'qmi? O'zi tashiydi xullas. Nagruz kelganda o'zi tashiydi. Kabellari, avtomatlar tayyor ulangan. Komplektda 4 xil setkasi bor. Narxi albatta qiziq. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirgi bo'ladigan narxi alyuminli admotkaligini 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. Mis admotkali so'raganlarga 2 million 600 ming so'm. Motor quvvati bir xil, 6 yozib qo'ygan, lekin 6 kilovat bo'lmaydi. Haqiqiy 4 kilovatga javob beradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qaysi biridan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ishlash prinsipi bir xil, mis ham, alyumin ham bir xil me'yorda ishlaydi. Narxi kimga qiziq bo'lsa, bo'ladigan narxi alyuminli 2 million 300 ming, misligini 2 million 600 ming qilib beramiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Viloyatda olmoqchi bo'lgan, uzoqroqda olmoqchi bo'lgan klientlarimizga Isuzu petakgacha olib chiqib beramiz. Shu narx ichida. Kimga qiziq bo'lsa, yana qaytarib o'taman. Ishlashida farqi yo'q. Misam alyumin bir xil ishlaydi, faqat tokiz zo'r bo'lsa misli oling. Yo'q, tokiz напряжение past bo'lsa, alyuminli variantini olaveringlar. 2 million 600 ming so'mga 2 million 300 ming so'mdan bosamiz akalar.